Do'stlar, Penablok xonadonimizga fasadni plitkani montaj qilishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ham shlakablok ko'ryapsizlar, ham penablok. Bemalol montaj qilsalaring ham bo'laveradi. Hozirda bu yerga 3D montaj qilinyapti, ya'ni qaymoq rangga, korичневый sokollari ham korичневый rangda. Bu bitgandan keyin to'liq laklanganda juda ham udar holatda ochiladi. Penablokka qilsa bo'ladimi, shlakablokka qilsa bo'ladimi deydi. Bu devor tanlamaydi do'stlar, sho'rmi, zaxmi yokida paxsami, umuman farqi yo'q, qiyshiqmi, bemalol montaj qilsa bo'ladi. Alisher, hozirda penablokka montaj qilyapsiz. Bu birorta muammosi yoki ertaga qanaqadir tushib ketishi yoki garantiyasi bormi? Garantiyasi bor. Xudo xolasa, hozircha qimmallagan yo'q. Endi bundan keyin ham qimmallamaydi. O'zini yo'li bor-da, buni ham ushlatish, to'g'rimi? O'zini yo'li yo'li bor do'stlar. Shuning uchun aytaman, aynan bilib qilib yurgan ustalarga qildirsalaring ishlaring tekis va sifatli chiqadi do'stlar. Hozirda shu yerda usta haqqi necha pul bo'lyapti? Xo'p, hozirda bu yoqda hamma yo'q ichida hisoblanilyapti. Klinkerimiz 95 minglik bo'lgani uchun hamma yo'q ichida 230 mingdan hisoblanyapti. Tushyapti. Buni ichiga nima kiradi? Buni ichiga klinkeri, rekasi, shurupi, usta haqqi, lesalari kiryapti. Lesalari ham. Lesa kirishini sababi o'zlaringning uy hududlaringda, shu yerda o'zimizning hududda bo'lsa, lesalari o'zimizdan. Agar uzoqroq Qo'qon yo aytlarga lesa olib borish noqulay. Bu yerdan noqulayroq. Demak, u tomonlarda lesani qilib beradi, lesani pulini chiqarib yuborasizlar. Shunaqa bo'ladi. Tushunarli. Penablok, gazoblokmi, devor tanladimi, tanlamaydimi? Yo'q, hozir tanlagan yo'q. Farqi yo'q, nolga qo'yib ketilaveradi. Buni qachon laklash kerak? Hozir laklasa bo'ladimi? Yo'q, hozir laklasa bo'lmaydi. Buni 100% quriganda, iloji bo'lsa shu quyoshli mahal sepilsa, bu degani bahorda, minus havoda sachib. Hozir minusda ushamaydi, sarg'ayib qolishi mumkin. Sarg'ayib qolishi mumkin. To'g'ri. Bu ham lakti sifatiga ham bog'liq. Lakti sifatiga ham bog'liq albatta. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, passiy nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bular hali 100% qurigani yo'q. Qurigandan keyin, bitgandan keyin to'liq obzorini qilib beramiz. Kimga shunaqa fasadli plitkalar kerak bo'lsa, bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.